Bugun hammaga nari aytgan ko'k piyoz salatdan qilib ko'rsataman. Har kuni aytadi, ko'k piyoz salat yeyman, bodring salat yeyman deb. Xuddi o'sha salatlardan bir qilib ko'rmoqchiman. Ko'k piyozlarni yuvib tayyorlab oldim. Yaxshilab bunga tuz sepaman. Achchiq qalampir. Ko'proq achchiq qalampirdan sepaman. Soya. Olmali uksus. Limon suvidan qo'shaman. Ozgina yog' qo'shaman. Yog' qo'shmasalaring ham bo'ladi. Endi buni yaxshilab pishirib, judayam shirin bo'ladi. O'sha kuni yana bu qaytadan qilyapman. Men qilib, o'sha bundan yeb ko'rdim. Doim aytaverganda o'rganib ketdim. Qanaqa qilishdi? Boshqacharoq yo'lini qilgandim. Endi bu safar boshqacharoq yo'li bilan qilyapman. Bunda yog'ni qizdirib, o'zimcha o'shalarga o'xshatib qilgandim. Bu safar boshqacharoq qildim. Lekin esa shirin chiqar ekan haqiqatan. Achchiq yaxshi ko'radigan bo'lganmiz. Piyozi, ko'k piyozi bunchalik yaxshi ko'rib yeyman deb o'ylamagandim. Bolalarim ham rosa yaxshi ko'rib yeb qo'ydi. Lekin bu turish kerak ekan. 1-2 kun turish kerak ekan. 1-2 kun tursa katta oddiy svej oq piyozlarni qo'shib, oq piyoz o'zidan ham salat qilib koreyslar mana shunaqa qilib yeydi ekan. Shuning uchun oq piyozlarni qo'shib oldim. Judayam zo'r chiqadi. Marinovka bo'lar ekan. Tayyor marinovka bo'lar ekan. Xohlaganlar yuvib qilib